O'tgan kunlar o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriy qalamiga mansub o'zbek adabiyotidagi ilk roman. 1969-yil O'zbekfilm kinostudiyasida ushbu roman asosida O'tgan kunlar nomli film suratga olingan. Roman 1920-yillar boshida yozilgan bo'lib, 1922-yil ilk bora Inqilob jurnalida chop etilgan va 1926-yilda alohida kitob holda nashr etilgan. Roman 19-asr voqealarini o'z ichiga olgan. Murakkab tarixiy hodisalar romanning bosh qahramonlari Otabek va Kumushbibining fojiaviy sevgi qissasi atrofida ifodalangan. Voqealar rivoji mahalliy hukmdorlarning hokimiyat uchun qonli kurashlari muhitida kechadi. Boshqa yirik epik asarlar kabi O'tgan kunlarda ham hikoyanavislikning ko'p planligi, ikkilamchi syujet mavjudligi, ketma-ket avj oluvchi va fojiali yakun topuvchi voqealar mavjud. Ilg'or fikrlarni olg'a suruvchi Otabek obrazi romanning g'oyaviy va kompozitsion markazi hisoblanadi. U savdodagi eskirgan iqtisodiy munosabatlarga qarshi chiqib, oila va turmush muammolariga yangi qarashga amal qiladi. Adabiyotshunoslar Abdulla Qodiriy o'z qahramoni nomidan o'zining shaxsiy o'y-fikrlarini so'zlagan deb bilishadi. Yozuvchi bir vaqtning o'zida o'zbek ayolining taqdirini ham kuzatib boradi. Ayrim an'analar, jumladan ko'p xotinlik, Kumush va Zaynabning o'rtasida o'limga olib boruvchi husumatga sabab bo'ladi. Yozuvchi go'zal Otabekka bo'lgan sevgi bilan ayrim qiyinchiliklarni yengib o'tuvchi Kumush obrazini yaratadi. Biroq asar fojia bilan yakunlanadi. Kumushbibi kundoshi tomonidan zaharlab o'ldiriladi. Otabek esa vatanni himoya qilaman deb vafot etadi. Moziyga qaytib ish ko'rish xayrli deydilar. Shunga ko'ra mavzuni moziyda, ya'ni o'tgan kunlardan, tariximizning eng kirli qora kunlari bo'lgan keyingi xom zamonlardan belgiladim, deydi Abdulla Qodiriy roman avvalida. Abdulla Qodiriy va u kabi ziyolilarga ayovsiz toshlar otilayotgan, qatag'on shamoli shiddatli esayotgan bir davrda adib O'tgan kunlar romanida tilga olgan voqealar orqali o'zi yashagan davrdagi holatlarga ham o'z munosabatini bayon qilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Romanda kitobxonni hayajonga soluvchi holat albatta Otabek va Kumush sevgisi. Bir ko'rishda bir-biriga xufiyona oshiq bo'lish ortidan kitobxonda ajib hayajon shakllana boradi. Tanimagan yigitga uzatilayotgan Kumush bilan birga iztirob cheksa, ayolidagi u go'zalning nigohlaridan o't kabi yongan Otabek bilan birga yonadi. Va nihoyat to'y oqshomi Otabek va Kumush ko'rishgan onda kuyovning Otabek ekanligidan bexabar Kumushning ma'yus ko'zlari birdan porlab, "Siz o'shami?" deb so'rashi kuchli hislar ummonidan suzishga undaydi. Romandagi har bir qahramon alohida bir dunyo. Eng go'zal va aksincha eng tuban fe'lli qahramonlar ham o'tkir bo'yoqlarda ko'rsatilgan. Barchasi umrbod esda qoladigan hayotiy lavhalar. Buning ustiga romanni qo'lingizga olib o'qiy boshlashingiz bilan sizni asta-sekin tarixiy, betakror hayot manzarasi, ya'ni o'tgan 19-asr o'rtalarida sodir bo'lgan hodisalar, voqealar o'z ichiga olib kirib ketadi. O'sha davrdagi hayot ham, odamlar ham asar sahifalarida shu qadar tirikki, adib qalamida, so'zida sehri bormi deysiz? O'tgan kunlar asarining ma'naviy, ijtimoiy va tarbiyaviy ahamiyati to'g'risida har qancha gapirsak arziydi. Chunki o'tgan kunlar o'zbek xalqining asl qiyofasini, milliy o'zligiga xosligini, insoniy fazilatlarni, urf-odatlarni, tarixda tutgan o'rnini umumjahon xalqlariga ko'rsatadigan mumtoz asardir.